Masha va ayiq multserialining hozirgi kunda 100 dan oshiq qismlari bor va haligacha qismlar chiqishda davom etmoqda. Lekin ijodkorlar ushbu multserialni bir paytlar to'xtatmoqchi bo'lishgan ekan va ushbu taqiqlangan ssenariy multserialning final qismi uchun yozilgan. Demak, boshlaymiz. Boshida hammasi oddiy kun bilan boshlanadi. Ayiq o'z uyida kitob o'qib o'tirganida televizordan noxush xabarni eshitib qoladi. Televizordagi xabarga ko'ra, noma'lum virus sababli odamlar va hayvonlar o'z aqllarini yo'qotishmoqda. Ayiq ushbu virusga chalinganlar qotil va vahshiyga aylanayotganligini ko'rib qo'rqib ketadi va ushbu virusga chalinmaslik uchun uyini dezinfeksiya qilishni boshlaydi va shu bilan kech bo'ladi. Ayiq kechki payt televizor ko'rib o'tirganida to'satdan eshik ochiladi va Masha kirib keladi. Lekin bu oddiy Masha emas. Uning ko'zlari qonga to'lgan edi. Ayiq esa uning ko'zlariga e'tibor bermaydi va uni ichkariga taklif qiladi va unga televizor ko'rishiga ruxsat beradi. Televizordagi virusga chalinganlar odamlarni o'ldirayotganligi haqidagi xabarlar Mashaga juda ham yoqadi va u ham ushbu qotillikni takrorlab ko'rmoqchi bo'ladi. Qo'liga pichoqni olgan Masha qotillik qilishi uchun tirik narsani topishi kerak edi. Shu payt uning xayoliga kitob o'qib o'tirgan ayiq keladi. U ayiqqa yaqinlashadi va oyog'iga pichoq bilan zarba beradi. Ayiq esa ushbu og'riqqa chida olmay dod soladi va yerga yiqiladi. Shunda Masha uning oyoqlari va orqa qismlariga juda ham ko'p zarbalar beradi. Yarim o'lik holatiga kelib qolgan ayiqning oldiga Masha kelib shunday deydi: Mishka, o'yin tugadi. O'yin senga yoqdimi? Shundan so'ng tashqaridan ayiqning uyini ko'rsatishadi. Fonda esa qizaloqning qichqirig'i bilan ushbu qism tugaydi. Undan keyin nima bo'lganligi esa noma'lum.